Mana xudo xohlasa firmalar o'rnadi. Kiranga javob beryapmiz. Yemekçiyi 37 can. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Akalar mana hovuz baliq biznesiga shug'ullanadiganlarga akamiz qancha baliq tashladinglar? 68 milyonlikmi? 68 mingta baliqda 8,5 so'tli joyga tashlagan akamiz. Xudo xohlasa shuni kuz qish mavsumiga tayyorlab beryapmiz. Baliqlar katta, kichik har xil. Baliq biznesi bilan shug'ullanaman degan akalar bo'lsa, shug'ullanayotgan akalarimiz qishga baliq chiqaraman deydiganlar ham bo'lsa, mana hozircha anchalik kichkina bular. 230 millionga shu baliq uchun suv chiqaryapman. 350 metrga. Shunaqa joylarda yopish kerak bo'lsa, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. 8 mingta baliq hozir. Ularga 30 tonna atrofini mo'ljallashadi. Joyda. Katta baliqlarmish. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimizdan anaqa yozib qo'yamiz. 99 642 70 47. Ko'rganlar bittadan like bosib qo'ysanglar.